Mamlakatimizda xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish, sog'ligini saqlash, kasbga o'qitish va bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka keng jalb etish, ehtiyojmand xotin-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Viloyat hokimligi va viloyat ichki ishlar boshqarmasining qo'shma qaroriga muvofiq viloyatimizda o'tkazilayotgan xavfsiz oila profilaktik tadbirlari doirasida mahallabay, xonadonbay o'rganishlar olib borilmoqda. Har bir xotin-qizning muammolari o'rganilib, ularga ijtimoiy, iqtisodiy, psixologik, tibbiy, huquqiy yordamlar ko'rsatilyapti. Bu yo'nalishda tuzilgan ishchi guruh vakillari Payariq tumani Bunyodkor mahallasidagi mayizni qayta ishlab xorijga eksport qiluvchi korxonada mehnat qilayotgan xotin-qizlarga yaratilgan sharoitlarni ham o'rganishdi. Ayni paytda bu yerda 50 nafar xotin-qizlar ish bilan band. Ishchi xodimalar bilan oylik maoshlarning vaqtida to'lanishi, mehnat sharoitlari, tazyiq va zo'ravonlikdan xoli ekanliklari to'g'risida suhbatlashildi. Muloqot chog'ida aniqlangan ijtimoiy-maishiy masalalar qonun doirasida ijobiy hal etilishi nazoratga olindi. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan asrash, ular o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, murojaatlariga yechim topish maqsadida o'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlari viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda.